Ayni damda G'ijduvon tumanidagi 42-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ustozlar bog'i barpo etilmoqda. Ushbu bog'ni barpo etishda tumandagi barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari hamda xodimlari ishtirok etishmoqda. Mana bugun G'ijduvon tuman 42-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Yashil makon loyihasi doirasida ustozlar bog'ini tashkil qildik. Bundan maqsad bog'chamizni yanada obodonlashtirib, ekologiyasini tozalash, bog'ni ko'z qorachig'imizdek avaylab, asrab, katta bog' holatiga keltiramiz. Bu yerda barcha maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari kelib, shaxsan o'zlari har bittalari mana shu ustozlar bog'imizga o'zlarini daraxt ko'chatlarini ekmoqdalar.